Aqlliq telefon xumariga qandaq taqabul tursiz? Catherine Bryce'ning qandaq qilganda yonfondan yiroqlashqili bo'ladi degan kitobidan 7 nasihat. Arabchadan tarjim qilg'uchi Muhammad Yusuf. Yonfonga ehtiyojdan tashqari nihoyat ko'p berilib ketaman. Nurg'un kishilar shunday qiladi. Yonfonga haddidan ziyoda qarash odatdagi ish bo'lib qoldi. Kishilar ish o'rnida, mashinada, metroda, o'chratda, ko'chada, bozorda, yo'lda, dasturxonda, mehmondorchilikda va har qanday joyda yonfon bilan hapilishadi. Hatto ko'ngli siqilgan hamon yonfonga yuzlanadi. Bu ahvol ishlab chiqarishimizning va atrofimizdagi kishilar bilan bo'lgan munosabatimizning ozayishiga sabab bo'lmoqda. Shu sabablik fan-texnik ishlar mutaxassisi Catherine Bryce kishilarning yonfonga haddidan ziyoda berilib ketishiga chek qo'yish uchun qanday qilganda yonfondan yiroqlashqili bo'ladi degan mavzuda maxsus kitob yozgan bo'lib, kitobning oldingi yerimida yonfonga haddidan ziyoda berilib ketishdan kelib chiqadigan ziyonlar, yonfonning mengimizga qandaq ziyonliq ekanligi, bizga qandaq besimlarni elib keladiganligi, hatto uyqumizga keltiradigan salbiy ta'siri haqida to'xtalgan. Ikkinchi yerimida bo'lsa, ehtiyojdan ortiq yonfon qo'llanishdan saqlanishga odatlanish uchun 30 kunlik tajribani o'ttirg'i qo'ydi. Bu yonfonni butunlay tashlash emas, balki uni joyida qo'llanish uchun taqdim qilinadigan tavsiyalardir. Tövəndikiler Catherine Bryce'ning yonfon xumarlarga qandaq qilganda yonfonga qarashni azaytqili bo'ladiganligi haqida taqdim qilgan tavsiyalarning ba'zisidir. Birinchi, yonfonga bo'lgan rag'batingizni yenging. Tamak xumaridan qutulish uchun elib beriladigan chora yonfon qo'llanishni azaytishni xohlaydiganlar uchun yaraydi. Chunki har ikkisi rag'batni yengish bilan bo'ladi. Xuddi tamakiga xumar bo'lib qolgan odam tamaki xumari kelgan chaqda o'zini tutib olib, o'zining tamaki chekish rag'batini yengandek. Yonfon xumari bo'lib qolgan biz yonfonga bo'lgan qattiq rag'batimizni yengib chiqa olsak, cho'qim g'alaba qilamiz. Rag'batni yengish onunğa qattiq qo'lliq bilan qarshi turish yoki o'zimizni jazolash bilan emas, balki rag'bat kelgan chaqda o'zimizni tutib olib, qo'limizga yonfonni olmaslik, diqqatimizni boshqa ishlarga qo'yib, ko'nglimizni biror ish bilan mashg'ul qilish bilan bo'ladi. Shuning bilan rag'batni pasaytgili bo'ladi. Ikkinchi, boshqalarni sherik qiling. Siz yonfon xumaringizga chek qo'ygandan keyin boshqalarni shunday qilishga da'vat qiling. Ammo do'stlaringiz, hatto oilangizdagilar ichidan sizning bu da'vatingizni qabul qiladiganlar bakma oz bo'ladi. Lekin siz umidsizlanmang. Hamisha ularni da'vat qilib turing va yonfon rag'batini azaytishda ularning siz bilan birga bo'lishini qo'lga keltiring. Chunki bir ishni atrofingizdagilar bilan birga qilganda sizga og'ir tushmaganidek, sizning yonfon rag'batiga taqobil turishingiz o'ng'aylashadi. Bu yangi bir tantarbiya usulini qabul qilganga o'xshash bir yangilik bo'lib, atrofingizdagilar bilan birga qilganda texmi ko'ngillik bo'ladi, yolg'izlik his qilmaysiz. Uchinchi, yonfon bilan bo'lgan hozirgi munosabatingizni aniqlab chiqing. Mushkulingizning qaysi darajada ekanligini bilish uchun sizning yonfonga kunda qanchalik vaqt qaraydiganligingizni aniqlab chiqishga to'g'ri keladi. Chunki miqdorni belgilab bo'ladigan har qanday ishni idora qilg'ili bo'ladi. Yonfonga qanchalik vaqt qaraydiganligingizni bilish uchun iPhone'ga Moment, Android telefonga Off Time degan programmani tushirish lozim. Bu programmalar sizning yonfon qo'llangan vaqtingizning miqdorini, kunda qancha qatim yonfonni qo'lingizga olganligingizni aytib berdi.
Siz bu programmalarni tushirib bo'lgandan keyin yanfon qo'llanishdagi maqsadingizni belgilab olishingiz lozim. Chunki sizning yanfon qo'llanishdan bo'lgan g'oyangiz aniq bo'lmasa, yanfon qo'llanishga chek qo'yishda g'alaba qilish qiyinga to'xtaydi. Siz yanfonni ish o'rningizda ishlatamsiz? Faqat hojat bo'lganda ishlatamsiz? Bekor qolganda ishlatamsiz? Bir kunda taxminan qancha soat ishlatasiz? Siz bularni belgilab olmasangiz, nishonsiz yo'l mangandek ömrünüzni zaya qılıvdisiz. 4-ci, xəbərləndiriş sistemasını taqıb etdin. Yanfonunuzdaki xəbərləndiriş sistemalarini, hətta xət sandıqınızdan keldigan xəbərləndiriş sistemasını mı taqab qoyuşunuz yoki avazsızlandırıb qoyuşunuz lazım. Əgər xət sandıqıdan, yeni iş o'rnidan və yoki oila a'zolaridan keladigan uchurdan xabarsiz qolsam bo'lmaydi desiniz, yanfoningizni mo'yim kishilar deb ashulardan kelgan uchurlar haqida xabarlantirish bersa bo'ladigan qilib to'g'irlab qo'ysangiz bo'ladi. Shuningdek, dasturxon, ish o'rni, yotoqxona qatorliq joylarda va muayyan soatlarda telefonga javob bermaslik degandek prinsiplarni belgilab amal qilish nihoyatda yaxshi. 5-ci, boshqalarni qartib qo'yib, yanfon o'ynamang. Mehmondorchilikda, do'stlar bilan g'izolanishda va oila a'zolari bilan dasturxonda o'tirganda yanfonni o'zimizdan yiroq qilishimiz lozim. Chunki mushundaq o'ltirishlarda yanfon bilan bo'lib qilish bizni o'zimiz qarshib o'ltirishgan kishilarimizdan yiroqlashtirib qo'ydi. Go'yoki biz bu o'ltirishqa hozir bo'lmagandek, chiroyimizga qarab o'ltirgan kishilarning hech bir qimmati yo'qdek tuyg'uni berib qo'ydi. Afsuski, hammamiz bilib bilmay bu xatoliklarni sodir qilib qo'ymiz. Do'stlar yoki xizmatdoshlar orasida bo'lib turadigan cho'ng kichik yig'in yoki suhbatlarda yanfonni yiroq joyda qo'yish yoki vaqtli taqab qo'yish nihoyatda oqilonlik. 6-ci, yanfondan yiroqlashib beqing. 30 kunlik yanfondan yiroqlashish mashqida 20 yoki 21 kun bo'yicha har kuni 24 soat yanfondan tamoman yiroqlashish tajribasini elib bering. Bu sizning irodangizning qanchalik kuchlanganligini va yanfondan yiroq turishda qanchalik g'alaba qilganligingizni sinash uchundir. Buningdan muhim bo'lgani balkim asli maqsad talantning o'zini isbotlashiga yo'l qo'yish va tabiiy hayotga qaytishdir. Sizning kuchlik 24 soatingiz tirikchilik qilish, orom elish, taomlanish, kitob yoki gazet o'qish, tan sog'lig'ini saqlash uchun mengish, harakat qilish uchun berilgan vaqtdir. Yana buningdan boshqa siz qilishga tegishli nurg'un ishlar bor. Agar siz shu ishlarni qila olsangiz, yanfonga qarab o'tirib, vaqt zoya qilgandan 1000 martaba afzal ishlarni qilgan bo'lasiz. 7-ci, qiladigan boshqa ishlarni izlang. İctimai uchur vositalari bilan yoki parvosiz holda yanfonga qarab o'tirish bilan zoya qilingan vaqt foydali biror narsani o'rganib olishga yoki biror yangilikni bayqashga yetadigan vaqtdir. Hech bo'lmaganda yanfonga isrof qilgan shu vaqtda uzun musofaga mang'ili, biror muzeyni ziyorat qilg'ili, biror do'stin yoki tuqqandan hol so'rg'ili, o'zimiz yoqtiradigan kitobni o'qib manfaat olg'ili, biror guruhga qatnashib yaxshi faoliyat elib borg'ili, do'stlar yoki oila a'zolari bilan ko'ngillik vaqt o'tkazgili bo'ladi. Bu ishlarning hammasi tan salomatligingiz uchun foydali bo'lgan, o'zimizga va boshqalarga manfaatli bo'lgan ishlar bo'lib, bizni hammadan baxtli qilishga, tenimizni sog', ruhimizni sog'lom tutishimizga yetarlikdir. Manba Al Mujtama jurnali 2019 yil 24 sentabr.